M109 motorimizni qilinadigan ishlari bor edi. Ustiga olib keldim. Shularni qildik. Kecha bugun 2 kun davomida qildik. Nima ishlari qilindi? Hozir usta aka bilan birga ko'rsatib tushuntirib beramiz. Oldingi ahvoli qanaqa edi, nimalar alishdi, nima uchun alishdi, shularni ko'rsatib hozir tushuntirib beramiz. 124 500 hop. Yamin aka, usta akamiz. Hop, aka. Kecha nimalarini qildik, nima bo'lganini shuni bitta-bitta aytib tushuntirib bersangiz bo'ladi. Bizda kecha bu mashinada korobka, trubka охлажденияларni mana almashtirib tashladik. Mana chiroyli qilib o'zini zavodskoyini olib kelib qo'ydi. Bunga perezdeka qilib qo'yilgan ekan. Radiatorning yonlariga tegib qolgan edi, zirillab yotuvdi. Chiroyli qilib teglari bilan almashtirib qo'ydik. Pastiga patrubkadan suv tomchilayotdi. Antifrizniki. Ularni chiroyli qilib almashtirib qo'ydik. Bu katta motor suv tomchilayotdi, qizib qolishi mumkin edi. Shuning uchun chiroyli qilib almashtirib qo'ydik. Hop, endi bizda yana qilinadigan ishlarimiz bor. Shularni ham aytsangiz hozir aytgan narsalaringizni. Hozir yana bu mashinamizda qilinadigan ishlari ozgina galobka qismini tagidan moy oqib qolgan ekan. Uning uchun biz buni galobkani ko'tarib, galobka prokladkasini almashtirib joyiga qo'yish kerak. Bu jarayonni motor bu yoqqa sug'urib olib, atrofidagi hamma prokladkalarni almashtirib, chiroyli qilib yuvib tozalab, yana akkuratlik qilib joyiga qo'yamiz. Bo'lmasa bu katta motor bu yerdan oqqan moy gulishtirib ustiga tushadi, yonib ketib qolish xavfi bor. Hop. Bizga shunda 109 ga komplekt prokladka kerak bo'ladi. Prokladkalar kerak bo'ladi. Endi shu qismiga o'tamiz. Bu yoqdagi qolgan qismlarimiz to'g'ri bo'ldi. O'sha radiator bilan bog'liq bizda ventilyator ishlamay, radiator qiynab qilganda buni alishtirdik mana. Boshqa kichkina qo'yilgandi, bagajda yotibdi, uni ham ko'rsatamiz. Bittiga ishlar, xudo xolisa hozircha bitta mana. Hammasi endi prokladka qismiga o'tamiz. Qolgan hamma qilingan ishlar bor, uni ham bir kadrlab qo'yib, yana ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda shunda bizda 3 ta trubka alishdi. Bitta lamita kattasi, G-образнisi bor. Katta G-образнisi. Keyin shu G-образнini davomi bor, kirib ketadigan kaltasi. Kamilda borgandan keyin bitta kaltasi bor edi-yu. Bitta kaltasi. Traynikliga almashtirdik. Traynikligi bor. Keyin uchinchisi bitta bor. Shu ikkita kalta, bitta uzunchoq G-образный bo'ldi shunda. Yaxshi quruq. Mana quritib hamma yog'ini yaxshi qilib berdilar. 2 kun vaqtimiz ketdi. To'g'rirog'i 1 kun vaqtimiz ketdi. Ikkinchi kuni men yana kelib bitta boshqa o'sha tegida moy sizib chiqqan joylarni qattaligini aniqladik. Hozir o'sha prokladkalarni alishtirish kerak edilar. Tashxis qo'ydik. Kechagi ishlarni ham bir ro'yini tekshirib ko'rib, hozir hamma yog'ini ko'rib to'g'rilab berdilar. Davom ettiramiz qolgan ishlarni ham. Endi zakaz berib kutamiz. Qachon keladi, shunda yana davom ettiramiz. Ungacha qilinadigan ishlarimiz bor. Avtomobilimizning diskalari qiyshaygan 4 ta diskasi. Uni ham olib borib to'g'rilaymiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib turaman hammasini. Ko'rishimiz mumkin bu yerda biz aynan biz aytgan katta trubkamiz, o'sha G-образный metal trubkamizni tepa qismini qotirish jarayoni. Bu yerda bir narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Trubkani ikkita tomonida shaybasi bo'ladi. Shu shaybasiz qotirib qo'yish kerak emas. Bu narsaga e'tiborli bo'linglar. Agar sizlar ham shu narsani qildirayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Oldi va orqa tomonida shaybasi bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha trubkani bu pastki qismi, mana ko'rishimiz mumkin. Pastda ham ikkinchi kalta trubkamiz bor. Radiatorning pastidan ulangan. Mana bu katta trubkamiz asosiy shu uzatmalar qutisidan chiqib kelayotgan trubka. Va biz albatta hamma trubkamizni alishtirib bo'lganimizdan keyin motor qismi, tek qismida moy sizib chiqqan joylari bor edi. Aynan qaysi qismidan sizib chiqayotganini, qaysi joydaligini bilish uchun biz maxsus vosita bilan motor qismini, tegini, o'sha moylarini hammasini yuvib tashladik maxsus vosita bilan. Va men tozalab berishgandan keyin 1 kun yurib keldim. Aynan yana o'sha chiqsa, qatdan chiqayotganini bilish uchun.
boshqa payt bunaqa holatida bilib bo'lmaydi. Aynan qatidarligini bilish uchun birinchi bo'lib har doim yuvib, tozalab olish kerak. Bunaqa turishida agar diagnoz qilinadigan bo'lsa, albatta katta ehtimol bilan diagnoz xato chiqadi. Chunki aynan qatidarligini topish qiyin bu ahvolda. Mana bu ko'rib turgan shlankelar Mercedesning original trubkasi hisoblanadi. O'sha katta bizni alishtirgan trubkani boshlang'ich qismi kichkina shu trubka bilan qayrilib chiqib keladi va metal trubkaga ulanib ketadi. Mana bunisi bo'lsa ikkinchi kalta trubkamiz. Navbatdagi biz qilgan asosiy ishlarimizdan bittasi svechalarni alishtirdik. Sababi injektorlarimizni yaqinda alishtirganmiz. Eski yomon injektorlarimizni, svechalarimizni juda yomon ahvolga keltirib tashlagandi. Svecha alishtirganda bir narsaga juda e'tiborli bo'lish kerak. Mana bu ko'rib turgan svecha provoda deydi. Svechaga kelib ulanadigan kontakt simlari, shularga nagar yig'ilib, tok o'tkazmaydigan darajaga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Buni ham erinmasdan albatta mana shu ko'rib turganingizdek tozalab hamma yog'iga e'tiborli bo'lish kerak. Chunki eng asosiy o'sha motorni detonatsiyasiz tekis ishlashiga bog'liq bo'lgan narsalardan biri hisoblanadi. Mana ko'rishimiz mumkin biz. Birinchi bo'lib ustini mana bunaqa metal cho'tkaga o'xshagan narsada silib tashlab, undan keyin o'sha maxsus vositamiz bor, boyagi o'sha biz tozalashga ishlatgan vositamiz, ana shu vosita yordamida sepib ustki va ichki qismini erinmasdan tozalash kerak, hamma nagarlari ketgunigacha. Videoni ko'rib tursanglar, har bir protsessini men olganman. Ko'rib shuni tushunib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar qilmasanglar ham ustiga aytsanglar bo'ladi yoki usta qilmagan bo'lsa, o'zingizlar albatta buni qilsanglar bo'ladi. Mana bunaqa vositalarni olib kelib, bu ham bir asosiy narsalardan bittasi. Buni kundalik shunday avtomobilni hozir shu turishida ham tekshirib qo'ysanglar bo'ladi o'zingizlar albatta, agar shu svechalarni olib, agar alishtirish qo'lingizdan kelsa, bir ikki marta shu ishni qilgan bo'lsanglar. Albatta muhim narsalardan bittasi. Mana endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ichki qismini ham albatta yaxshilab, tozalab, hamma nagar ketish kerak. Shu metal zavoddan chiqqanda qanaqangi holatda bo'lsa, xuddi shunaqa holatga kelgungacha ustidagi yig'ilib qolgan nagarlarni olib tashlash kerak. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Qo'ygan yangi svechalarimizni uchiga e'tibor bersanglar bo'ladi. Ninali deydi, tekis va mana shunaqa uchli bo'ladi. Svechalarimizni qo'yib bo'lganimizdan keyin biz yana bitta asosiy qilgan ishlarimiz bor edi. Ya'ni o'sha antifriz sizib chiqqan shlankasi bor. Mana shu ko'rib turgan shlankalar bu chirigan ekan. Hamutda qotirsak ham sizib chiqyotdi. Biz chirigan joyini kesib tashladik. Boshqa shlanka olib kelib o'rnatdik. Lekin bu ham vaqtinchalik yechim. Buni o'zini original shu shlankasini yangisini zakaz qilib, albatta uni qo'yish jarayonlarimizni ham sizlar bilan bo'lishamiz, ko'rishimiz mumkin. Juda chirib ketgan. Va shu bilan bugungi qilingan ishlar deyarli yakuniga yetdi. Hammanglarga rahmat.